Ko'rib turganimizdan bag'oyatda qo'rsamiz. Ikkinchi ishtirokchimiz bilan tanishamiz. Oq va qora ranglarni yaxshi ko'radi. Futbol muxlisi. Osh tanovul qilishni yaxshi ko'radilar, suzish sport bilan shug'ullanadilar, xamir ovqatlarni juda ham qoyilmaqom qilib pishiradilar. Gap kim haqida ketganligini sezayotgan bo'lsangiz kerak. Demak, yosh bo'lishiga qaramasdan 50 ga yaqin qo'shiqlar ijrochisi. O'zlari uchun eng sevimli qo'shiqlari bu tak tuk qo'shig'i. Bu Gulasal Abdullayeva. Gulasal xola, assalomu alaykum. Showimizga xush kelibsiz. Sizni bu yerda ko'rganimizdan bag'oyatda xursandman. Birinchi shartimiz bu qaysi navo deb nomlanadi. Sizlarga 4 ta mavzuda kuylar chalinib beriladi. Bugun bizning xizmatimizda Kamoliddin Muhiddinov boshchiligidagi Dil guruhi sozandalari. Demak, mavzular bilan tanishing. Soz mavzusi, daraxt mavzusi, qizlar mavzusi, o'zbek kinosida aytilgan qo'shiqlar mavzusi. Demak, aynan mana shu mavzular bo'yicha qo'shiqlar tanlanadi, ular yangraydi va siz ularni topishingiz, iloji bo'lsa kuylab berishingiz kerak bo'ladi. Abdurashid, demak, tanlash imkoniyati sizda, siz birinchisiz. Demak, har doim hamma shartda birinchi bo'lib boshlab berasiz. Birinchi mavzu soz. Demak, soz mavzuni tanlaymiz. Bu qo'shiqlarda demak, qaysidir o'zbek cholg'usi tilga olinadi. Ana shu so'zlar ishlatiladi. Marhamat, tinglaymiz. Kuyla dilkash. Kuyla dilkash, kuyla dilkash. Xumorim yoz, xumorim yoz, xumorim. Qalb sadosi bo'lib yangrab, qo'limda yor aylanay. Tingla bora olsin suyukli yorim. Ofarin, barakalla! Barakalla Abdurashid, demak, boshlanishi ham emas, juda ham omadli boshlandi. Abdurashid, davom etamiz. Demak, tanlov huquqi hali ham o'zingizda. Qaysi mavzu? Shu mavzuda keltiring, menga yoqdi bu mavzu. Juda ham yaxshi. Soz mavzusidagi keyingi kuyni eshitamiz, marhamat. Gulasal Abdullayeva yo'qsa qo'yamiz. Marhamat Gulasal, bu qaysi kuy, qaysi qo'shiq? Torimning agar siri bor, Siri bilan siri bor. Ofarin, 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 barakalla. Gulasal. Demak, tanlash navbati sizga keldi. Soz mavzusi, qizlar mavzusi, daraxt mavzusi hamda o'zbek kinosida aytilgan qo'shiqlar. daraxt mavzusi. Daraxt juda ham yaxshi, marhamat. Demak, bu yerda qaysidir daraxt nomi tilga olingan, unga atab qo'shiq qilingan, o'xshatmalar qilingan, marhamat. Xo'sh. Oq terakmi, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak? Oq terakmi, ko'k terak, bizdan sizga kim kerak? Ulug'bek keting, kim kerak? Bilmayman kim kerak. Ofarin. Rosa bosqin kelyapti, bor. Harakat qiling. Xo'sh. Soz mavzusida davom etamiz, marhamat. Dutor chalib o'tirsam degan shular. Yorim keldi yonimga, dutor chalib o'tirsam, yorim keldi yonimga, gulni bahona qilib o'tsol deyak. Ofarin, bo'ladi. Ajoyib. Gulasal, navbat sizga, davom etamiz. Qaysi mavzu? Soz, qizlar, daraxt, o'zbek kinosi. Qizlar deyim-da, qizlarni ham. Xo'p, bu gal Ulug'bekka topsil, mayli, qizlar mavzusi. Qizlar mavzusi. Marhamat. Qizalog'im, Lemonchog'im, gohida qolganim uchun og'unchog'im, dunyolarga alishmasman qizalog'im, o'zing menga Alloh bergan Ofarin, barakalla. Garchi Abdurashid Yo'ldoshev, demak, qo'shini topib so'zlarni aytgan bo'lsalarda, Gulasaldan ajoyib bir jonli ijro eshitdik. Juda yaxshi. Abdurashid, navbat sizga. Tanlang. Qizlar mavzusi, o'zbek kinosi, daraxt, sozlar. O'zbek kinosi. O'zbek kinosi, marhamat. Qani? Sartarosh. Ya'ni kim biladi? Kaminaning nomlari, oqmulla alijonlari, qo'llari gul ishlari, o'zlari tillolari. Ham ko'p kino ko'radilar. Ofarin, barakalla. Gulasal, yana navbat sizga. Qaysi mavzu?
Daraxt bo'la qolsin. Daraxt, juda ham yaxshi, marhamat eshitamiz. Oh, Ulug'bek Rahmatullayev! Bosh yuvay deb Majnun tol bir kun chiqqan emish buloq bo'yiga, chiqqan emish buloq bo'yiga. O'zim ko'rib buloqda bir kun ketolmayin qopti uyiga, ketolmayin qopti uyiga. Majnun tol, Majnun tol bo'lsin. Ofarin, barakalla! Barakalla Ulug'bek Rahmatullayev! Mana Ulug'bek. Va oxiri. Va nihoyat siz ham o'yinga kirdingiz. Chiroyli chiqdi. Tanlang Ulug'bek. Qaysi mavzu? Qizlar. Qizlar mavzusi, marhamat eshitamiz. Otabek Muhammadzoh. To'lmasdan 16 Yoshingga shoshilma qizgina shoshilma. Ofarin. Abdurashid Yo'ldoshev, davom etamiz. Yana kinoga qaytamiz. Kinoga qaytamiz. O'zbek kinosi, marhamat. Men gullagan yoshlik chog'imda. Qaydan bilyapsiz? Eshitamiz, ijroda eshitamiz, Men marhamat. gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shunda ko'zim ko'rdi bahorni, shunda qalbim tanidi yorni. Sen gullagan yoshlik chog'imda Sen ochilding ko'ngil bog'imda. shundan beri dilimda oting, Shundan beri dilimda oting. Ofarin. Abdurashid Yo'ldoshev davom ettiradi. Qizlar mavzusi. Ulug'bek Rahmatullayevni yaxshi ko'rgan mavzusi. Ulug'bek o'rganing. yo'q, endi qizlar bilan bog'liq, endi o'zi ayol kishiga bog'lab aytamiz. Albatta. Sizni repertuarlaringizda ham mana shunday qo'shiqlar juda ham ko'p. Men daraxtlar haqida qo'shiqlarni kam eshitaman-da. Qo'lingizda yaratib turing, Ulug'bek, qo'lingizda yaratib turing. Marhamat eshitamiz. Oy bo'lib, bola kelib, soy bo'lib, soydagi to'lib, oy bo'lib, qoshiga qarang, qoshiga, tortilga qarang, oy bo'lib, qiz bola yor, qiz bola yor, qiz bola hay, qiz bola yor, qiz bola yor, qiz bola yor. Ofarin. Abdurashid Yo'ldoshev birinchi. Ulug'bekka bir necha soniyalar yetmadi. Gulasal bu safar nimagadir yigitlarga imkoniyat berishga qaror qildi shekilli. Abdurashid, davom etamiz. Qaysi biridan qoldi? Soz bo'yicha. Soz, marhamat. Qo'sh. Qaysi? Yo'q, men bilaman shu ashulani. Xo'sh. Nayda bor qo'shiq hozir. Ofarin, barakalla, javob to'g'ri. O'sha ashula, marhamat eshitamiz. Qaysi mavzu? Qizlar mavzusi. Qizlar mavzusi. Davom etamiz. Qiz bolani ko'ngli juda nozik. Ofarin. Juda nozik. Qiz bolani ko'ngli nozik bo'ladi. Qiz bolani ko'ngli nozik bo'ladi. Javob to'g'ri, barakalla. Ulug'bek, marhamat, davom etamiz. Kino, o'zbek Kino juda ham yaxshi, marhamat. Ulug'bek Rahmatullayev birinchi. Husning guli tobuldi Bo'ldi jahon mulkida paydo, ey sho'xi parizo. Soldi ali ishqi boshima kulfat savdo, jilva qilib bejo. Bilmamlat sifat odam eding noz farida, ey ko'zlari sha'lo. Qilding mani bir boqish ila, husning yashaydo, jilva qilib bejo. Ofarin, barakalla. Mani bir boqish ila, husning yashaydo.
shu shartiga bu gal biz gul mavzusini tanladik. Demak, hozir sizlar tomonidan aytiladigan misralarda, to'rtliklarda gul so'zi ishtirok etishi kerak. Aynan mana shu gul so'zi ishtirok etgan qo'shiqlardan parchalar aytishamiz. Tushunarlimi? Demak, bu shartni birinchi bo'lib Abdurashid Yo'ldoshev boshlab beradi. Marhamat. Gul uzilsa go'zalmas, shoxida tursa go'zal. Yor o'zimas yorining yonida. Amalladik. Marhamat. Kelgin gulim erkalagin, bog' bo'layin. So'zlaringdan shifo topib sog' bo'layin. Kelgin gulim erkalagin, bog' bo'layin. So'zlaringdan shifo topib sog' bo'layin. Ulug'bek Rahmatullayevga navbat. Qo'llarimda mani gullar, poyingalek qo'y olmayman, o'rtamizda kuydi dillar. Bundan ortiq kuy olmayman, o'tsa hamki qancha yillar. Xayolingga to'y olmayman. O'zim repertuarim. Marhamat. gulim seni ayirdilar, seni mendan ayirdilar. Gulasal Abdullayevga navbat. Gulasal ketdik. Qizil gulning tagida chaman ichra, yor seni ko'rib qoldim chaman ichra. Aferin Ulug'bek. Eng gullagan yoshlik chog'imda sen ochilding ko'ngil bog'imda. Shundan beri dilimda oting, shundan beri dilimda oting. Aferin Abdurashid Yo'ldoshev. Gulga o'xshaysan, zarxal naqshsan, o'zing yaxshisan, sog'indim yana. Kim aytgan? Juda ham yaxshi. O'zim aytganman. Marhamat Gulasal. Oq atir gullar, o'sha oq atir gullar, men uchun atalgan bir bog' atir gullar. Aferin. Har kun boqqa borar edim ko'rgani uni, gulzoraro o'sayotgan nozik g'unchani. Aferin. Barakalla. Abdurashid. Chinni gullar, mag'rur gullar, chinni gullar, mening kabi ko'nglim bilgan, unib olarsiz. Gulasal marhamat. Saharda bog'imda gulladi chaman, go'zal seni sog'insam uni quchaman. Dardimni o'zidan boshqa kim bilar, sog'indim men seni bir ko'rgim kelar. Aferin. Hozir. Atir gul, atir gul. Sendan ko'nglim yiroqdir yiroqdir bu butkul, xushbo'yisdan mast bo'lgandadir. Amalladik. Gulasal yordam berdi, amalladik. Rahmat, Gulasal yordam ber. Mana singil. Abdurashid marhamat. Gul bahorim, bahorim, gul bahorim. Amalladik. Gulasal. Gul asali boshqa-yu, gul asal qiz boshqada. Kelin bo'lsa nima bo'pti? Taqtuq uzun poshnada, hey, taqtuq uzun poshnada, yonib kuyib ishqingda, bitayin she'ru g'azal, taqtuq qilib tosh ko'chamdan, o'tib turgin gulasal, o'tib turgin gulasal. Aferin. Marhamat eshitamiz. Atir gullar uzdim men, guldastalar tuzdim men. Qo'llaring sanchildi, tikonlari bor ekan. Aferin Anvar sana. Barakalla. Gullarim qo'lda, yo'llarim yo'lda. Bunaqasi yo'q. Ozodbek Nazarbek qo'shig'ida. Bor. Olqishlab qo'yamiz Abdurashid Yo'ldoshni. Gulasal navbat sizga. Kecha kel gumdur debon, ul sari gulru kelmadi.
Ofarin. Aha, Ulug'bek, ko'ryapsiz, demak, raqiblaringiz klassik qo'shiqlarga murojaat qilishyapti. Gulandonim, gulandon, seni sog'indim yomon. Ofarin, ofarin. Abdurash Yo'ldoshiga navbat. Ey gül, ey gül. Bor. Ey gül. Bo'l, jon. Ey gül. Ya eslataman men bu qo'shiqni. Barakalla, barakalla. Malik Egamberdiyeva bilan Elmurod Albatta, juda chiroyli qo'shiq, juda chiroyli qo'shiq. Gulasal. Oq bulut, oq gullar, oq kabutarlar, sevgi og'ushida birga edilar. Oq bulut, oq gullar, oq kabutarlar, samoda bir-birini izlab yig'larlar. Ofarin, ofarin. Yana navbat Ulug'bek Rahmatullayevga. Navbati tez kelishini qarang Ulug'bek. Mana senga olam gul, quchog'ingga siqqanicha qol. Vallahi barakalla. Barakalla Ulug'bek. Barakalla. Husning guli topildi jahon mulkida paydo, esho'g'i parizod. Soldi an ishqi boshima kulfat savdo, jilva qilib bejo. Ra'no gulni shoxida bulbul sayraydi, tinglab shu xasta ko'nglim butkul yayraydi. Ra'no gulni shoxida bulbul sayraydi, tinglab shu xasta ko'nglim butkul yayraydi. Yaxshi, yaxshi, yaxshi. Ulug'bek navbat sizga. Endi-chi? Sanashni boshlayman. 5, 4, 3. Nastarim guli mayda, shu maydadan. Shunday Gulfordir hayda. Ofarin, ofarin. So'nggi soniyalarda chiqib ketib qoldingiz. Marhamat. Sayrang bulbulim sayrang, shu gulning shoxi sinsin. Yorim ketaman deydi, qayrilib ko'ngli tinsin. Gulasal navbat sizga. Xo'sh, Gulasal, xo'sh. O'zing gul nozing asal, marvarid toqqan go'zal, baland poshna kiysa ham yelkamga yetar arang. Xoy xoy xoy, taq tuq taq taq tuq. Tosh ko'chasida hech kim Oyoq ko'rma bas. Xo'sh, xo'sh, xo'sh. Gulim, oh gulim, umr bo'yi izlagan gulim. Juda ham yaxshi. Navbat Abdurash Yo'ldoshiga. Ah atir gulüm gülüm ah atir gül. Ofarin, ofarin, barakalla Gulasal. Bilmadi. Olamda gullar yashar, bog'larga jamol bo'lib, gulzorlarga yarashar. Ular husni xol bo'lib, gulzorlarga yarashar. Ular husni xol bo'lib. Ofarin, ofarin, yana navbat Ulug'bek Rahmatullayevga. Ulug'bek. Bog' aylanib ertalab, gullar uzdi mastalab, mast bo'lib bo'ylariga gullar qo'ydi mastalab. 2 marta aytaman qarang. Sen kim uchun ochilding ey qizil gul? Atring buncha sochildi ey qizil gul. Ofarin. Gulasal, Gulasal. Dasta dasta gullar ichrab bir lolaman, dasta dasta gullar ichrab bir lolaman. Yor do'ppisi gullarida hilolaman. Ko'p aytdim, iltimos. Bo'ldi. Ulug'bek Rahmatullayev, navbat sizga. 5, 4, 3, Gulilolam. 2. Endi-chi men yutqizib bera qolay, bo'lmasa tuganing. Oqishlar qo'yamiz Ulug'bek Rahmatullayevni. Demak, Ulug'bek hozircha aytishuv shartini tark etadi, lekin hali o'yin davom etyapti. Abdurash navbat sizga. Guli 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 oy guli, qalam qalam qora qoshli yoy guli.
Guli 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 ay guli. Qalam qalam qora qoshli yoy guli. Ofarin, ofarin. Gulasal yana navbat sizga. Oyligicha sarvi gula gulchaman, to'rt yonimizda to'rt chechak yorzaman. Bo'ldi. Ofarin. Abdurashid Yo'ldoshev navbat. Sanashni boshladim. 5 4 Qizdim. 3 2 1. Oqshilab qo'yamiz. Gulasal, demak sizda ajoyib imkoniyat bor. Garchi Abdurashid o'yinda to'xtab qolgan bo'lsa-da, sizda hozir yana bitta qo'shiq aytib, ballingizni ko'paytirish imkoniyati bor. Foydalanasizmi? Albatta. Marhamat. O'zbekiston gulzor, har shahri lolazor. O'zbekiston gulzor, har shahri lolazor. Qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar. Qanday go'zal bu bog'lar, keling mehmonlar. Yoshlik degan shularmiz o'zimizda. Ofarin, barakalla. Gulasal Abdullayev edi bu. Juda ham yaxshi. Ana endi biz to'plangan ballarni e'lon qilamiz. Qadrli teletomoshabinlar, demak, aytishuv shartida ishtirokchilarimiz to'plagan ballar bilan tanishing. Demak, bu shartda Ulug'bek Rahmatullayev 220 ball to'pladi. Olqishlab qo'yamiz ularni. Abdurashid Yo'ldoshev bu shartda 280 ball to'pladi. Gulasal Abdullayeva bu shartda 320 ball to'pladi. Umumiy natijalar. Ulug'bek Rahmatullayev 340, Abdurashid Yo'ldoshev hamda Gulasal Abdullayeva 400 balldan ball to'plashdi. Olqishlab qo'yamiz ularni. Demak, 3-shartga o'tamiz. Ulug'bek, demak, hozir men to'plangan ballarni e'lon qildim. Sizning ballingiz biroz pastroq. Siz 3-shartda ishtirok etmaysiz. Siz menga yordam berib turasiz. Men sizni boshlovchilik minbariga taklif qilaman. Olqishlab qo'yamiz. Ulug'bek, marhamat. Men aniq bilaman, demak, sizda aktyorlik qobiliyati bor va boshlovchilikni ham uddalaysiz. Vazifa juda ham qiziq, bilasizmi? Men boy e'tibor berib turdim, siz Gulasalga, demak, xayrixohsiz, lekin Abdurashid Yo'ldoshevni nimagadir o'zingizga raqib deb hisoblayapsiz. Hozir ayni o'ch olish payti. Vaziyat bunday. Demak, hozir rejissor assistentlari Abdurashid Yo'ldoshevni qulog'iga maxsus quloqchinlarni taqib qo'yadilar. U yerda mutlaqo mavzuga mos bo'lmagan ularni chalg'ituvchi qo'shiq yangraydi. Siz mana bu yerda yozilgan musiqaga oid so'zlarni aytishingiz kerak bo'ladi baland ovozda. Sizni artikulatsiyangizga qarab, demak, Abdurashid qaysi so'z aytilayotganini topish kerak bo'ladi. Lekin Abdurashid ogohlantirib qo'ymoqchiman, vaqt juda ham qisqa, uzoq o'ylash kerak emas, variantlarni ko'proq aytish kerak bo'ladi. Aks holda ball yo'qotib qo'yasiz. Tushunarlimi? Juda ham yaxshi. Demak, biz rejissor assistentlardan iltimos qilamiz, marhamat, maxsus quloqchinlar bilan Abdurashid Yo'ldoshevni ta'minlab qo'ysangiz. Mana bu o'qishlar sizga. Demak, Abdurashid Yo'ldoshev tayyor, Ulug'bek Rahmatullayev tayyor. Boshladik. Hip hop. Oktava. Naylayin. Naylayin, barakalla. Sedor. Segor. Javob to'g'ri. Xush surnay. O'tgan kunlar. Xush surnay. Ha? Tilim kelmayapti. Xush surnay. Xush surnay. Ha. Sintezator. Ofarin, barakalla, olqishlab qo'yamiz Abdurashid Yo'ldoshev, barakalla. Ana endi navbat Gulasal Abdullayevaga. Gulasalda o'rganish imkoniyati bo'ldi. Marhamat. Boshladik. Bas. Javob to'g'ri, barakalla. Arfa.
Akordeon. 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 Royal. 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 Royal javob to'g'ri. Mini disk. Mini disk. Mini disk. Mingiz. Duduk. 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 Oxirgi so'z. Pauza. 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 Ofarin, barakalla. Barakalla Gulasal Abdullayeva, barakalla. Rahmat. Ulug'bek Rahmatullayev minnatdorchilik bildiramiz. Boshlovchilikni qoyilmaqom qilib amalga oshirdilar. Marhamat, o'z joyingizda egallab olishingiz mumkin. Qadrli tomoshabinlar, demak, meni tushunish shartida bizda ikkita ishtirokchi ishtirok etdi. Bular Abdurashid Yo'ldoshev hamda Gulasal Abdullayeva. Demak, ular to'plagan natijalar bilan tanishing. Abdurashid Yo'ldoshev bu shartda 120 ball to'pladi. O'xshab qo'yamiz ularni. Gulasal Abdullayeva esa 140 ball to'pladilar. Umumiy natijalar: Abdurashid Yo'ldoshev 520, Gulasal Abdullayeva 540. Ofarin, Gulasal Abdullayeva g'olib. Ana endi biz ko'rsatuvimizning an'anasiga ko'ra, ko'rsatuvimizning g'olibasi Gulasal Abdullayevadan ajoyib bir qo'shiq eshitamiz. Marhamat. Toshkanni ko'kchasimda, soyali ko'chasimda duch keldi bir g'och yigit, aylanib bo'kchasimda. Toshkanni ko'kchasimda, soyali ko'chasimda duch keldi bir g'och yigit, aylanib bo'kchasimda. Shunday sirli qarashli, baland bo'y, qalin qoshli, do'ppi bilan belbog'i, o'ziga dim yarashli. Ana
ko'rsatuvini maqsadi sizni kayfiyatingizni ko'tarish va bugun biz mana shu ajoyib san'atkorlar bilan buni uddasidan chiqdik. Marhamat, ularni olqishlang. Abdurashid Yo'ldoshev, Ulug'bek Rahmatullayev hamda bugungi shouimiz g'olibasi Gulasan Abdullayeva. Olqishlab qo'yamiz.